Videx formasini kompyuter orqali to'ldirib chiqishni ko'rib chiqamiz. Videx formasini to'ldirish uchun albatta boshida Chrome orqali Videx o'zini saytiga kirib olishingiz kerak. Videx o'zini saytiga kirib olganingizdan keyin uni mayda til tanlasangiz bo'ladi, nemis tilida to'ldirsangiz bo'ladi, ingliz tilida to'ldirsangiz bo'ladi yoki ruschada to'ldirsangiz bo'ladi. Bizga hozir adashib ketmasligimiz uchun nemis tili qulay. Bizda mana bunaqa bo'limlar bor. Bu bo'limlar bizga juda ham foydali. Mana shu bo'limlar bizga ko'rsatib turadi, ma'lumotlarimiz to'liq to'ldimi yoki to'liq to'lmadimi. Misol uchun birinchi to'ldiradigan joyimiz Angaben zur Person, keyin Kontaktdaten, keyin Ausweisepapiere, keyin Reisedaten, Referenz va Lebensunterhaltni to'ldirib chiqamiz. To'ldirib chiqqanimizdan keyin mana bu qizil rangga bo'yalgan kvadratcha yashilga burkanadi, yashilga bo'yaladi. O'shandan keyin biz bilsak bo'ladi, что bizning ma'lumotlarimiz to'liq to'ldi. Birinchi boshlaymiz Angaben zur Person, ya'ni siz haqingizdagi ma'lumotlardan. Familiya nomi, sizning familiyangiz va agar sizning familiyangiz tug'ilgandagi familiyangizdan boshqacharoq bo'ladigan bo'lsa, tug'ilgandagi familiyangizni yozib ketsangiz bo'ladi. Bu yerda esa ism, bu yerda Geburtsdatum, ya'ni tug'ilgan sanangizni yozib ketasiz. Bu yerda tug'ilgan joyingiz, tug'ilgan mamlakatingiz, Geschlecht, o'g'il bola yoki qiz bolaligi, Familienstadt, oilaviy holatingiz, derzeitige Staatsangehörigkeit, ya'ni hozirgi sizning natsionalligingiz. Meni hozirgi natsionalligim o'zbek bo'lganligi uchun men O'zbekistonni tanlayman. Bu yerda ikkita chip kelyapti, ikkinchisiga teginmayman. Men teginmayman chunki meni natsionalligim faqatgina bitta va oldingi natsionalligim yo'q, o'shaning uchun men buni belgilamayman. Haben Sie Kinder, bolangiz bormi deyapti. Yo'q. Men buni belgilamayman. Agar bor deydigan bo'lsangiz, bolangiz haqida ham ma'lumotlar so'raydi. Formani to'ldiruvchining ota-onasi haqida ma'lumotlar. Ota-onangizni familiyasi, ismi, ota-onangizni natsionalnosti, otangizni tug'ilgan sanasi, ya'ni bu bo'lishi mumkin 1979 bo'lishi mumkin. Geburtsort, ya'ni tug'ilgan joyi otangizni va hozir yashayotgan joyi. Bu to'ldiriladi. Familiya nomi der Mutter, onaga ham xuddi shunaqa ma'lumotlar to'ldirib chiqishingiz kerak. Ish degan bo'limga keldik. Ish degan bo'limga erlernte Beruf, ya'ni siz o'rgatilgan kasb. Siz qanaqa kasbga o'rgatilgansiz? Ya'ni universitetda o'qigan bo'lsangiz, qaysi kasbga o'qigansiz? Misol uchun jurnalistika universitetida jurnalistlikka o'qigan bo'lishingiz mumkin. Belgilaysiz. Agar shunchaki maktabni bitirgan bo'lsangiz, demak siz hech qanaqa kasbga o'qitilmagansiz. Uni Berufni tanlaymiz. Keyingi pastda esa hozirgi ishingiz haqida ma'lumot. Hozir ishlamaganligingiz uchun bu yerda bo'sh qoldirib ketsangiz bo'ladi. Ishlaydigan bo'lsangiz, misol uchun aytaylik, ustoz bo'lib ishlaydigan bo'lsangiz, lehrer qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bu oldidagi bo'sh katalar esa weitere Angaben, boshqa ma'lumotlar, qo'shimcha ma'lumotlar. Qo'shimcha ma'lumot qo'shib ketishni xohlasangiz, qo'shib keting. Misol uchun lehrer, nemis tilidan ustozman deb yozib ketsangiz bo'ladi, lekin bu unaqa shart emas. Keyingisi Kontaktdaten, Straße, ko'chamizning nomini yozamiz, Haus nima, uyimizning raqami, sonstiga Adresangaben, ya'ni qolgan adres ma'lumotlarini tashab ketamiz. Boshqa adres ma'lumotlar, Postleitzahl, pochta indeksi, ort joy, land, davlat, email degan joyga email to'ldirasiz, telefon mobil numeriga telefon va mobil nomeringizni kiritsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yerda nima deyapti? Bu yerda siz o'zingiz natsionalligingiz bo'lgan davlatdan tashqarida yashayapsizmi deyapti. Ya'ni natsionalligingiz o'zbek, siz Tojikistonda yashaysizmi deyapti. Yo'q, men o'zbekman va O'zbekistonda yashayapman. Agar yo'q, siz o'zbek bo'lib turib boshqa bir davlatda yashaydigan bo'lsangiz, uni ham belgilab qo'yishingiz bo'ladi. Ausweisepapiere, ya'ni sizning pasportingiz. Qanaqa pasportni tanlash haqida yozgan. Biz doim Reisepass tanlaymiz, qizil pasportimizni. Bu yerga Reisepassimiz nomerlari yoziladi. Qachondan qachongacha xizmat qilishi. Xo'p, bunga davlat O'zbekistonni tanlaymiz bunga. Ya'ni bizga pasportimizni O'zbekistonda berishgan. Bu yerga esa kim tomonidan berilgan degan joyiga qizil pasportingizda kim tomonidan berilganligi yozilgan. Chunki bu o'sha miya deb turib, qanaqadir raqamlar yozilgan bo'ladi doim. Qaysi shaharda olgansiz? Misol uchun men Bekobodda olganligim uchun Bekobod yozib ketaman. Keyingisi Reisedaten bo'limiga keldik. Reisedaten bo'limida bizda birinchi so'raladigan narsa, mana bu yerda bizda birinchi so'raladigan narsa safar maqsadimiz. Safar maqsadimiz bizda studium, universitetda o'qishmi
ishga joylashish, au pair, Sprachkurs, Familiennachzug, Sonstiges deyapti. Bizda Ausbildung deganini tanlashimiz kerak, lekin bu yerda yo'q. Sonstigesni tanlaymiz, ya'ni boshqani tanlaymiz deb yozamiz. Ausbildung. Bu yerda esa qo'shimcha ma'lumotlar deyapti. Qo'shimcha ma'lumot men bergim kelmayapti, bermayman. Qo'shimcha ma'lumotga siz xohlasangiz mana shu ish beruvchida Ausbildung qilaman deb turib yozib ketsangiz bo'ladi. Va qachondan qachongacha Ausbildung qilishingiz bu kontraktingizda bo'ladi. Kontraktingizni qachondan qachongacha 2025-yil 1-avgustdan 2029-yil 2-fevralgacha bo'lsa, xuddi o'sha oylarni kiritib chiqishingiz kerak. Bunga teginmaymiz. Bunda nima deyapti? Bunda 12 oydan kamroq muddatga qolasanmi degan savol beryapti. Yo'q, biz 12 oydan ko'proq muddatga qolamiz. Referens bo'limiga keldik. Referens bo'limi ham juda ham bir bosh og'ritadigan bo'lim hisoblanadi. Bunga ehtiyot bo'lishinglar kerak. Referens o'zi sizni o'z qo'liga, sizni o'z himoyasiga oladigan shaxs yoki organizatsiyani berib ketishingiz kerak. Bizni paytim, meni o'zimning holatimda Ausbildung o'taydigan joyim ish beruvchim meni o'z himoyasiga olgan. O'shaning uchun men bu yerdan referens person nimasida Bildungseinrichtung firma organizatsion tanlayman va organizatsiyamni to'liq ismini yozishim kerak. Menda hozir esimda yo'q, lekin Polmayer GmbH edi. Sitz der Organisation, ya'ni organizatsiyaning shtab-kvartirasi. Agar sizni kontraktingizda bu ma'lumot bo'lsa yozing, bo'lmasa tashlab ketsangiz bo'ladi. Sizni organizatsiyangiz, ya'ni sizni ish beruvchingiz qaysi davlatda? Albatta Germaniyada menimcha. Germaniyada menimcha tashkil topilgan va qaysi bo'limda siz organizatsiyangiz ishlaydi. Misol uchun qishloq xo'jaligida, sportga oid sport sohasida ish yuritishi mumkin. Meni situatsiyamda industriya sohasida meni kompaniyam ish yuritadi. Xo'p, sizni organizatsiyangiz qanaqa registratsiyadan o'tganligini belgilaysiz. Keyin bo'lmaydigan bo'lsa tashlab keting bu joyni. Qaysi joyda registratsiya qilgan, ya'ni meni o'zimni holatimda Jena shahrida registratsiya qilgan edi meni kompaniyam. Va registratsiya nomeri. Registratsiya nomerimni ham ChatGPTdan topgan edim. Bu qanaqadir uyi va qanaqadir raqamlari hozir esimda yo'q. Siz ham topsangiz bo'ladi. Topmaydigan bo'lsangiz bo'sh joy qilib qoldirib keting. Va kontraktingizda har bitta kontraktda siz bog'lansangiz bo'ladigan qanaqadir kontakt tashlab ketadi. Ya'ni xuddi o'shani to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun Jena Ortega degan qanaqadir bir administratsiyada o'tiradigan qaysidir shaxsni tashlab ketadi, nomerlarini, telefon nomerini, emailini qoldirib ketadi. Bu kontraktingizda bor, ya'ni elchixonada qanaqadir savol tug'iladigan bo'lsa, imenda mana shu Jena Ortega bilan gaplashadi ular. Bu yerda Geschlechtda weiblich, Geburtsdatum Jena Ortegani Geburtsdatumini bilmasangiz tashlab keting, biladigan bo'lsangiz kiriting. Shtatsangehörigkeit ham xuddi shunaqa, Straße, ko'cha kontraktingizda bor qaysi ko'chaligi yozib ketasiz. Buni ham house nima. Buni ham yozib ketsangiz bo'ladi. Postleitzahl bu ham, ort, land hammasi bor. Telefon bu ham Vertragda bor. Email bu ham Vertragingizda bo'ladi. Keyingisi Lebensunterhalt und Aufenthaltsdetailsga bu yerdagi ma'lumotlarni to'ldirish ham ozgina chigalroq. Misol uchun birinchi savol bizga beryapti. Seni turar joying kim tomonidan ta'minlanadi? Biz o'zimizning holatimizda Unterkunft durch Arbeitgeber, ya'ni Unterkunftingiz Arbeitgeber tomonidan ta'minlanadi. Ya'ni siz yashaydigan joyingiz ish beruvchingiz tomonidan ta'minlanadi. Mana bu joyda Nein deb turib belgilab ketasiz. Yoki kerak emas. Nein qilib turib tashlab ketasiz. Keyingisi sizni turadigan joyingizni ko'chasi sizga ma'lum bo'lsa yozib keting. Kontraktingizda bor bo'lsa yozing, bo'lmasa yo'q, kerak emas. House nima? Siz yashaydigan uyingizni nomeri bor bo'lsa yozing, bo'lmasa kerak emas. Postleitzahl, pochta indeksi kontraktda bor, buni ham yozib ketsangiz bo'ladi. Ort, joy, qayerda yashaysiz. Bu ham kontraktingizda bo'lsa yozib keting. Keyin wie werden Sie untergebracht sein? Siz qaysi xona, siz qanaqa sharoitda yashaysiz? Einzelzimmer, Wohnung mit Zimmern, Sammelunterkunft, sonstiges deyapti. Biz ko'pincha Ausbildungda Wohnung mit Einzimmern, ya'ni
bir xonali uyda sizga ya'ni bir xonali uy beriladi va u yerda yashaysiz. Uni tashlab ketamiz. Buni ham tashlab ketamiz. Ya'ni oilangiz bilan sayohat qilasizmi deyapti. Yo'q. Keyingisi haben Sie eine Krankenversicherung deyapti. Ha, bizda Krankenversicherung bor. Menda bor. Menda qilingan bu narsa. Keyingisi frühere Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland. Oldin Germaniyada bo'lgan bo'lsangiz, yana belgilab turib, qaysi muddatdan qaysi muddatgachaligini belgilab keting, bo'lmasa yo'q, kerak emas. Erklärung. Xo'p, oldin jinoiy javobgarlikka tortilganmisiz? 999. Bu uchalasi ham 9 da bo'lishi kerak. Va oxirida Speicherni bosamiz. Speicherni bosganimizdan keyin Weiter tugmasini bossak, bizga PDF shaklida yuklab beradi formani. Biz PDF shaklidagi formani qo'limizga qog'oz shaklida chiqarib olib turib, qo'l qo'yiladigan joyiga qo'l qo'yib turib, elchixonaga olib kirsak bo'ladi.